Mana qadrdonlar, bu yerda haqiqiy pena blok. Bu tomga pena beton deb quyilyapti, shundan quyyapmiz. Shuni apparatini yangi olganman, mana telefonda o'rab qo'ydim. Buni sinama haftalikka shu qalblarimizga qo'yib sinadik, qanaqa chiqar ekan deb. Haqiqiy gazoblokka o'xshab qattiq bo'lar ekan. Gazoblokni rasvori bilan bir xil bo'ladi. Gazoblokka o'xshab qattiq bo'lar ekan. Lekin unaqa mo'rt bo'lmaydi. Bunday gazoblokni ko'rsanglar, bunday g'odir-g'odir bo'lib, nima bo'lib qoladi? G'avay bo'lib ketadi. Lekin mo'rt bo'lmaydi unaqa. Haqiqiy rossiyskiy pena blok bo'lar ekan. Endi buni ham qoliplarni olsak, buni ham g'ishini quyishni yo'lga qo'yamiz. Bu yerda gipsa bloklarimiz bor. Bu yerda 11.000 so'mligi, bu yerda 13.000 so'mligi bor. Buni kachествasi sal o'rtacha bo'ladi, buniki o'ta baquvvat bo'ladi. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, tomga pena beton xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Avvalambor rahmat hammaga.